Assalomu alaykum. Qo'shni, yaxshimisiz? Mana shu kallit sizda turib tursin. Hozir xo'jayinim olib ketadilar, maylimi? Xo'p. Keling aka, Sa'dulla yaxshimisan? Keling uyga kalitini berib ketib, tashlini. İyi dadasi qo'shni. Mana aka. Rahmat. Dadasi meni kechiring. Sizni to'g'ri tushundim. Boshqa qaytarilmaydi. Sana ovozing tugul, yo'talingni ham begona erkak eshitmasin. Sana ovozing tugul, yo'talingni ham begona erkak eshitmasin. Dayus kim? Dayus payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam aytadilarki, jannatning hidini ham hidlamaydi. Dayus. Jannatning hidi va holbuki jannatning hidi 40 yillik masofadan sezilib turadi.